أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية. Sure Fatiha tefsiri 1. ayeti başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktinlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Fatiha tefsiriden 1. ayetin başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Fatiha Mekke'de nazil bolgan 7 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah hastır. Allah nihayeti şefkatlik ve mehribandır. Kıyamet gününün egisidir. Rabbimiz sanala ibadet kılımız ve sendilla yardım tileyimiz. Bizni doğru yolga başlığın. Gazipingi yoluqqanlarının ve azganlarının yoluga emas, sen inam kılganlarının yoluga başlığın. Sure Fatiha'nın isimleri ve o isimlerinin mənisi doğrusuda. Bu sure Fatiha deb atılıdı. Yani Kur'an-ı Kerim'nin yazılışı muş sure bilen başlandı. Yani Kur'an-ı Kerim bu sure bilen başlangan bulup, namazlarda qiraat qilish bu sure bilen başlandı. Köplegen ölümalarının köz qarışıca bu sure hem umul kitapның cevheri deb atıldı. İmam Tirmizi'nin Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan hadiside Peygamber aleyhisselam mındaq degen. Elhamdülillahi Rabbil alemin din başlangan bu sure Kur'an'ın cevheridir. Namazda daim tekrarlandıgan 7 ayet ve kat Kur'an'dır. Bu sure Hamd suresi deb mi atılıdı. Bundaq atılışı Peygamber aleyhisselam hadiside Peygamber aleyhisselam hadisi kudusida bayan kılgan Allah Teala'nın bu sözünün sebebidindir. Men Allah özün demekçi. Namazni men bilen bendemnin arlıqıda ikkiga böldüm. Eğer bendem elhamdülillahi Rabbil alemin dese, menin bendem bana hamd etti deymen. Bu sure namazның şartlarından bir şartı bolganlığı üçün namaz deb mi atıldı. Bu sure ruqiye demide kılmak suresi deb mi atıldı. Bu surenin bundaq atılışdaki sebep Abu Sa'id'nin rivayetinde eğer yarda bolgan bir adam bu sureni okup özüge demide kılıvatqanda Peygamber aleyhisselamның o adamdın bu surenin Demid suresi ekanligini qandaq bilding deb so'raganligi uchundir. İbn Abbas, Qatada ve Abu Ali qatorliqlar bu sure Mekke'de tushgan degan. Bu surenin Mekke'de tushganligining dalili Allah Teala'nın bunu ayetidir. Namazda tekrarlanıp turadigan 7 ayetni, yani sure Fatihani haqiqatan san ato qildik. Bu ayet Peygamber aleyhisselam'a Mekke'de tushgan bulup, namazda tekrarlanıp turadigan 7 ayet sure Fatihani ko'rsatdi. Bu suredeki ayetlerinin sani. Bu sure hiç qanday ixtilofsiz 7 ayettir. Kufilik Kur'an-shunos olimlarning ba'zisi bir türküm sahabalar, tabiinlar ve halaf ölümalarının ba'zisi Bismillahirrahmanirrahimni bu surenin 5'deki bir ayettir deydi.
Bu surening so'zlari va harflarining soni to'g'risida. Bu sure 25 so'z, 113 harfdan tarkib topgan. Bu surani nima uchun Qur'onning javhari deb ataymiz? İmam Buxoriy Sahih al-Buxoriydagi tafsir bölümünün 5'ida mundaq degan. Bu sure Qur'onning javhari deb ataldi. Chunki Qur'onning yezilishi bu sure bilan boshlanadi. Shundaqla namozmu bu surani o'qish bilan boshlandi. Bu sure bütün Qur'onning mazmunini o'z ichiga olg'achqa Qur'onning javhari deb ataldi degan ko'z qarashlarmi bor. İbn Jarir mundaq deydi. Arablar har qandaq bir ishni o'z atrofiga yig'adigan yoki agash turgichisi bor har qandaq bir narsani yoki mingi qismini qoplab turadigan terini yoki askarlarning yig'ilishi uchun ko'tarilgan bayroqni javhar yoki markaz deb ataydi. Masalan, Makkani boshqa kentlar qurshab turganligi uchun Makka kentlarning markazi deb ataldi deydi. Bu meselede yani zimin Mekke'den başlap yayılganlığı için şundaq atalgan degan köz qarashim bor. İmam Ahmed Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның Qur'onning javhari to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sura Fatiha Qur'onning javhari va namozda takrorlanib turadigan 7 oyat va katta Qur'ondir. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sura Fatiha Qur'onning javhari va kitobning boshlanishidir. Ham namozda takrorlanadigan 7 oyatdir. Sura Fatihaning fazilati to'g'risida İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Musnad degan kitobida Abu Sa'id ibn Mualla radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhisalom meni chaqirdi. Men namozni o'qib bo'lguncha Payg'ambar alayhisalomga javob qaytarmadim. Namozni tugitib Payg'ambar alayhisalomning qishig'i borgan edim. Payg'ambar alayhisalom "Sen menga nima uchun javob bermading?" deb so'radi. Men "Ey Allohning payg'ambari, men namoz o'qiyotgan edim" dedim. Payg'ambar alayhisalom "Alloh taolo mundaq demidimi?" deb tuvandagi oyatni o'qidi. Ey mu'minlar, Allah ve onun payg'ambari sizlarni terildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan iymonga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ondan payg'ambar alayhisalom sen masjiddan chiqishdan burun sana Qur'ondagi eng katta bir surani o'gitib qo'yman dedi. Payg'ambar alayhisalom qo'limni tutib masjiddan chiqishga tamshilayotganda "Ey Allohning payg'ambari, sen Qur'onning ichidagi eng katta bir surani menga o'gitib qo'yay degan eding" dedim. Payg'ambar alayhisalom "Ha" deb "Alhamdulillahi robbil alamin", ya'ni bu sura namozda takrorlanib turadigan 7 oyatdir ve menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy, Abu Davud, Nasa'i ve İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Yani bir hadisde İmam Buxoriy Qur'onning fazilatlari to'g'risida Abu Sa'id Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz safar ustida bir yerga tushdik. Bir qiz kelib, bu mahallaning boshlig'ini zaharlik bir narsa chiqib olib, og'ir darajada yordar bo'lib qoldi. Bizning odamlarimiz hozir bu yerda yo'q edi. Sizlarning ichinglarda damid qila oladigan biraringlar bormi deb so'radi. Aramızdan biz onu damid qila oladi deb o'ylab baxmagan biraylan o'rnidan turdi da shu qiz bilan billa kasalning qishig'i bordi. U odam kasalga damid qildi. Kasal saqayib qoldi. Shuning bilan ular damid qilgan odamga 30 dona qo'y buyurib berdi va bizning ichishimiz uchun sut berdi. Damid qilgan odam bizning yenimizga qaytib kelganda biz uningdan "Sen damidini yaxshi qilamding?" deb so'radik. U odam "Men Qur'onning javhari bilan damid qildim" dedi. Biz payg'ambar alayhisalomning yeniga berib,
bu ish to'g'riliq so'ramig'icha bu haqda hech nima deyishmaydigan bo'ldik. Biz Madinaga qaytib kelganda payg'ambar alayhisalomga shu ishni deb berdik. Payg'ambar alayhisalom Sura Fatihaning Damidi surasi ekanligini u kishi qandoq bilibdi? Qo'ylarni bo'lib, menga bir kishilik ayirib qo'yinglar dedi. Yana bir hadisda Imom Muslim va Nasa'iy Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan birga edik. Yanida Jibril alayhisalom bor edi. Payg'ambar alayhisalom yuqori tarafdan tuyuqsiz bir ovozni angladi. Jibril alayhisalom yuqoriga qarab, bu burun osmonda echilib boqmagan bir eshik bo'lib, hozir echildi dedi. İbn Abbas mundaq deydi. O eshikdan bir farishta tushdi. O farishta payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, senden burungi payg'ambarlarga berilmagan, faqat sanga berilgan ikki nur bilan xo'sh bishorat beraman. O ikki nurning birisi kitobning boshlanishi, ya'ni sura Fatiha. Yana birisi sura Baqaraning oxirgi oyati. Bu ikkisidan biror harf o'qisangmi, tilginingga erishsan dedi. Subhanalloh. Namazda sura Fatihani o'qish to'g'risida. Imom Muslim Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki namoz o'qib, namozda Qur'onning onasini, javhirini o'qimasa, u namoz to'liq namoz emas degan so'zni 3 qitim dedi. Abu Hurayradan biz imomning keynida bo'lsaqchi deb so'radik. Abu Hurayra sura Fatihani ichingda o'qigan deb javob berib, ondan men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Allah men namozni men bilan bandamning o'tirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tilginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bandam menga hamd etdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bandam menga sana etdi deydi. Agar banda Maliki yevmiddin desa, Allah bandam meni ulug'ladi va yana o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilahiy munosabatning turg'izilganligidandir. Bandam tilginiga erishidi. Agar banda ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim veleddallin desa, Allah bu bandam uchun bo'lib, bandam tilginiga erishidi deydi. İmam Muslim ve Nasa'ining yana bir rivoyatida mundaq rivoyat qilingan. Namozning yerimi menga, yerimi bandamga bo'lib, bandam tilginiga erishidi. Bu hadis namozda Qur'onning oyatini o'qishning zarurligini va Qur'onning oyatini o'qish namozning muhim bir farz ekanligini ko'rsatib berdi. Namozda Qur'onning oyatini o'qish birlik kelgan masala. Namozda Qur'onning oyatini o'qish, sura Fatihani o'qish deganlikmi yoki Qur'onning har qanday bir oyatini o'qisin bo'ladi deganlikmi? Degan masalada olimlar har xil ko'z qarashlarda bo'ldi. Birinchi turkumdagi Abu Hanifa va uning shogirdlari Imom Savri va Avza'i qatorliq olimlardir. Namozda Fatihani o'qish farz emas, balki namozda Qur'onning boshqa oyatlarini o'qisimi sajda sahvi qilish orqali namoz ado topadi deydi. Ularning dalili Alloh taolaning Qur'ondan sizlarga qulay bo'lgan oyatni o'qinglar degan oyatidir. Payg'ambar alayhisalom namozida ruku sajdalarni to'liq ado qilmagan bir kishiga sen namozga turganda Allohu akbar deb quloq qoqqan va Qur'onning ichidan sen qulay bo'lgan oyatni o'qigan deb o'rgatgan hadismi ularning yana bir dalilidir. Mana bu oyat
va hadisda Qur'onning ichidan qaysi sura yoki qaysi oyat namoz o'quvchiga qulay bo'lsa, shuni o'qishni buyurdi. Shunga namozda sura Fatihani o'qimay, boshqa bir surani o'qib sajda sahvi qilsa, namoz ado topadi. Ikkinchi turdagi olimlar namozda sura Fatihani o'qish farzdir. Sura Fatiha o'qilmagan namoz bo'lmaydi deydi. Bu xil ko'z qarashdagi olimlar Imom Malik, Shafi'i, Ahmad va ularning shogirdlari qatorliqlar. Bularning dalili Payg'ambar alayhisalomning kimiki namozda sura Fatihani o'qimasa, u namoz mukammal emas. Ikkinchisi, sura Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas. Uchinchisi, sura Fatiha o'qilmagan namoz durust emas degan hadislardir. Ondan bu olimlar sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish zarurmi yoki biror rakatda o'qisimi bo'lamdi degan masalada 3 xil ko'z qarashda bo'ldi. Birinchi xil ko'z qarashdagilar sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu İmam Shafi'i va bir turkum olimlarning ko'z qarashidir. İkinci xil ko'z qarashdagilar sura Fatiha namozning rakatlarining ko'pragida, masalan 4 rakatlik namoz bo'lsa 3 rakatida, 3 rakatlik bo'lsa 2 rakatida o'qish farzdir dedi. Üçüncü xil ko'z qarashdagilar sura Fatihani namozning 1 rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Hasan Basri va Basr shahridagi nurg'un olimlarning ko'z qarashidir. İmam iqtido qilgan kishiga sura Fatihani o'qish farzmi yoki farz emasmi degan masaladami olimlar 3 xil ko'z qarashga bo'ldi keldi. Birinchi xildagilar sura Fatihani o'qish imomga iqtido qilgan odamga farzdir deydi. Bu İmam Shafi'i va İmam Ahmadning ko'z qarashidir. Bularning dalili yuqorida namozda sura Fatihani o'qishning farzligi to'g'risida kelgan hadislardir. İkinci xildagilar ayet ünlük o'qiladigan namoz bo'lsin yoki ichida o'qiladigan namoz bo'lsin, imomga iqtido qilgan kishining sura Fatihani o'qishi shart emas deydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhisalomning imomning qiroati shu imomga iqtido qilgan kishilarning qiroati hisoblandi degan hadisi va Alloh taolaning Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan oyatidir. Bu ayet ko'pincha olimlarning ko'z qarashida namozda ayet o'qilganda imomga iqtido qilgan kishilarni Qur'on tinglab jim turishga buyurib tushgandir. Bu qarashni Imom Ibn Jarir Tabariymu to'g'ri deb qaradi. Payg'ambar alayhisalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlar Allohu akbar deb quloq qiqinglar. İmam qiraat qilsa, sizlar quloq silib jim turinglar degan hadisimi shuning dalilidir. Bu Hanafi mazhabidagilarning qarshidir. Uchinchi xildagilar oyat unlik o'qiladigan sham, oyat unlik o'qiladigan mag'rib, aysha va fajr namozlariga o'xshash namozlarning oyat unlik o'qiladigan rakatlarida imomga iqtido qilgan odamlarga sura Fatihani o'qish farz emasdir. Ammo ichida o'qiladigan namozlarda imomga iqtido qilgan kishiga sura Fatihani o'qish farzdir. Bularning pakiti Imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhisalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlar Allohu akbar deb quloq qiqinglar. U qiroat qilishni boshlasa, quloq silib jim turinglar degan hadisidir. Bu Imom Malikning qarshidir. Shaytondan panoh tilash va uning hukmlari to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadonlar bilan tang bo'lmagan, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgan. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Alloh sig'inib panoh tilagin.
Allah hakikaten sözünü anlap turğucudur, işini bilip turğucudur. Allah Teala mundaq deydi. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni süpetleşlerini, ya'ni ularning san qilgan masxiralarini biz obdan bilamiz. Aytqin ki, Rabbim sana sığınıp şeytanlarning vesvesidan panoh tilayman. Rabbim sana sığınıp şeytanlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Allah Taala mundaq deydi. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erisha oladi. Agar shayton seni vasvas qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirishmaslikka kuch kiritsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tiligin. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap turğucudur, işlerini bilip turğucudur. Bu nasihatni ko'ngli ko'ksi keng, savrchan ve dünya ahirette saadetmen kişilerden başkası qabul qilolmaydi. Sana şeytandan bir vesvese yetken çağda sen Allah'a isilgin. O Allah şek şübhisiz senin sözlerini anlap turğucu ve ahvallarını bilip turğucudur. Bu mazmun to'g'risida faqatli 3 oyat bor. Allah Taala bu oyatlarda insonlardan bo'lgan dushman bilan yarashishga va uningga yaxshilik qilishga buyurdi. Sababi yaxshilik qilgan odamning esil axloqiy va yaxshi muomalari dushmandagi yomon niyatni qaytarib, u odamni yaxshi ko'rishga va ikki orliqdagi o'chmanlikni tugitib do'stona bo'lishga qaytarish uchundir. Shaytonlardan bo'lgan dushmanlarga qarta faqat Allohdan panoh tilashga buyurdi. Bu xil dushmanga qarta Alloh taolodan panoh tilashdan boshqa amal yo'q. Chunki u dushman yarashishni va yaxshilikni qabul qilmaydi. Şeytan Adem aleyhisselam'a bolgan qattiq düşmanligi sebebinden Adem ballarının özül kesil gümrah bulup ketishidan başkasını xalamaydı. Allah Teala mundaq deydi. Ey Adem balları, şeytan sizlarning ota-onanglarni azdırıp cennetin chiqarib etgandek sizlarni azdırmasın. Şeytan ularning avratlarini o'zlariga ko'z tutish uchun kiyimlarini salg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Alloh taolo mundaq deydi. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavalarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh taolo mundaq deydi. Meni qo'yib iblisni ve onun avladını dost qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga düşmandır. İblis zalimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon? Shayton Adem alayhissalomga o'zining rostchil ekanligi qasam ichib turibmi, yolg'onchilik qildi. Undaqda u bizga Adem ballarga qandoq muomala qilmoqchi? Allah Taala mundaq deydi. İblis aytdi. İzzeting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandilaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman. Allah Taala mundaq deydi. Sen Kur'an okumakçı bolğanında qoğlandı şeytanның vesvesinden Allah'a sığınıp panoh tiligin. Şübhisiz ki müminlerinin ve Rabbiga tevekkül qilguvchilar, yani yölengüchilarning üstüden şeytan hükümranlık qilolmaydi. Yani Rabbiga chin yo'langan müminlarga
şeytanның vəsvəsəsi təsir qıla almaydı. Şeytan faqat özünü dost tutadigan və özünün ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanla hukmronlik qiladi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Fatiha tefsirinden birinci kısmını okuduk. Ahir kısmını keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sure Fatiha tafsiri ikinci kısmı. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve cema'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Fatiha suresi ikinci kısımdan başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qiraat qilishdan burun shaytondan panoh tilash to'g'risida. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Buning dalili payg'ambar alayhisalomdan bu vaqtda rivoyat qilingan hadislardir. Imom Ahmad Abu Sa'id Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom kechasi turib namoz o'qimoqchi bo'lib, takbir aytganda bu duoni o'qiydi. Subhanaka Allahumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Tercümesi: Ey Allah, seni biz hamma kamchilikdan pok deb tanıymiz ve sana hamd aytamiz. Senin ismin katta, o'rning ustun. Senden başka ibadetki layık hiç qandaq zat yok. Onundan keyin la ilaha illallahni 3 qitim o'qiydi. Andan mundaq deydi: A'udhu billahi's-sami'il alim minash-shaytonir-racim min hamzihi ve nafthihi ve nafthihi. Anlap bilip turguchi Allah Taalaga sig'inib, qo'g'landi şeytanның qasd qilishidan, vesvesidan ve kibrisidan panoh tilayman. Yana Abu Davud ve İbn Majah mu Jubayr ibn Mut'imdan dadisining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning namozga kirganda Allahu akbar kabira, elhamdülillahi kathira, subhanallahi bukratan ve asila. Allah bekkatıdır. Allah'a köpligen hamdler bolsun. Biz Allah'ni ettigende ve keşte barlıq kemçilikten pak deb tanıyımız. Ni 3 qitimden ve Allahümme inni a'udhu bike mineşşeytanirracim min hamzihi ve nafthihi ve nafthihi. Ey Allah, hakikaten sana sığınıp qo'g'landi şeytanның qasd qilishidan, vesvesidan ve kibrisidan panoh tilaymiz deganni bir qitim deganligini angladim. Açıqlanganda şeytandan panoh tilash to'g'risida. Abu Ya'la Ahmad hadis kitabida Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning yinida 2 odam ochiqlashib kelib, ochiqlanganlikdan birining burnidan qon ketdi. Payg'ambar alayhisalom: "Men bir narsa o'gitib qo'yman. Agar shuni desa, uning ochiq yanida" deb A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah sig'inib qo'g'landi şeytandan panoh tilayman ni dedi. İmam Buxoriy Sulaymon ibn Sard
radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhisalomning qishida o'ltirgan edik. Payg'ambar alayhisalomning oldida ikki kishi tillashib qoldi. Biri yana birini tillab ochiqlanganlikdan yuzi qizirib ketib edi. Payg'ambar alayhisalom men bir so'zni o'gitib qo'yman, agar shuni desa, uning ochiq yanidi deb A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yani Allah'a sığınıp qo'g'landi şeytandan panoh tilayman ni dedi. Sahabelar eliq kishiga sen Payg'ambar alayhisalomning nima da'vatganligini angladingmi dedi. O kishi men şeytandan panoh tiligili sarang emas dedi. Bu hadisni İmam Muslim, Abu Davud ve Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. Allah Teala'dan şeytanның yamanlıqıdan panoh tilash, yani A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınıp qo'g'landi şeytandan panoh tilayman ne deyish farzmi yoki sunnatmi? Köpligen ulamalarning ko'z qarashicha Allah Teala'dan şeytanның yamanlıqıdan panoh tilash sunnat bo'lib, panoh tilamagan kishi gunohkor bo'lib qolg'idek darajada farz emas. İmam Razi Ata ibn Rabah'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Namazda yoki namazning sirtida oyat o'qimoqchi bo'lganda A'udhu billahi mineşşeytanirracimni deyish farzdir. İmam Razi Ata'ның yuqoridagi so'zini kuchlantirib, Alloh taolaning panoh tiligin degan oyatini hujjat qilib keltirdi. Bu A'udhu billahi mineşşeytanirracimni deyishning farz ekanligini ko'rsatib beradigan buyruq oyatidir. Chunki Alloh taoladan panoh tilash shaytonning yomonligini qaytirdi. Farz uningsiz tamomlanmaydigan narsani qilishmi farzdir. A'udhu billahi mineşşeytanirracimni deyish shaytonning yomonligidan saqlanishga yetarlikdir. Shunglashqa uni deyish farzdir. Şeytandan panoh tilashning foydalari to'g'risida. Uning zarurligi shuki, u Alloh taolaning Qur'onini o'qiydigan og'izni quruq parang va qalaymaqon so'zlardan tozalaydi. Şeytanning sharridan panoh tilash, Allohdan yordam tilash va Allohning kuch-qudratlik zot ekanligini e'tirof qilishdir. İnsanlardan bo'lgan düşmanga o'xshamaydigan, yuzlashkil bo'lmaydigan, ham yaxshilikni qabul qilmaydigan, uni yaratgan Allohdan boshqasi uning yomonligini to'sashga kuchi yetmaydigan bu düşmanga, ya'ni shaytonga insonning taqobil turolmaydiganligini e'tirof qilishdir. Bu düşmanga insanның taqobil turolmaydiganligini e'tirof qilishdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Shubhisizki mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Rabbing haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Odamlardan bo'lgan dushman bilan urush qilish uchun osmondan farishtalar tushgan edi. Odamdan bo'lgan dushman tarafidan o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi. Amma yoshurun düşman, yani şeytan tarafından öldürülgen kişi, yani şeytanga kul bolgan kişi Allah'ın rahmetinden qo'g'landi qilindi. Aşkarı düşmanga, yani Ademlerden bo'lgan düşmanga yengilib qolgan kişi ajrga erishadi. Amma yoshurun düşmanga, yani şeytanga yengilgan kişi to'g'ri yo'ldan izib ketgan bo'ladi. Şeytan insonni ko'radigan, inson uni ko'rolmaydigan bo'lg'achqa şeytanını körüdüğün, şeytan körelmeydiğin Allah'tan mel'un şeytanının azdırıp gitişinden panoh tilash lazımdır. A'udhu billahi mineşşeytanirracimning ma'nisi. Onun ma'nisi qo'g'landi qilingan şeytanның dünya ve ahiret hikimde ming ziyon yetkazishidan yoki buyurilgan ishlarni qilishdan meni to'sab qo'yishidan yoki cheklangan ishlarni qilishga meni qiziqtirishidan Cenab-ı Allah Teala'dan panoh tilayman deganlikdir. Chunki Allah Teala'dan boshqasi insonni shaytonning yomonligidan to'sa olmaydi. Shunga Allah Teala insonlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan ularni
aslidagi tabiatiga qaytarish uchun ularga yaxshilik qilib yarashishga buyurdi va shaytonning yomonligidan Allohdan panoh tilashga buyurdi. Chunki shayton yarashishni qabul qilmaydi va har qanday yaxshilikmi uningga ta'sir qilmaydi. Chunki uning asli tabiati nachar. Uni yaratgan Allohdan boshqasi insonlardan uning yomonligini to'siy olmaydi. Alloh taolo bu to'g'risida tövendeki oyatlarda mundaq dedi. Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurgan. Nadanlar bilan tang bo'lmagan. Ya'ni nadanlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lgan. Sura A'rof 199-oyat. Bu oyat insonlardan bo'lgan shaytonlar bilan muomala qilish to'g'risida kelgan bo'lib, ondan Alloh taolo insonlardan bo'lmagan shaytonlardan panoh tilashga buyurib, mundaq dedi. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Alloh taolo yana mundaq deydi. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgan. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxaralarini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Rabbim, sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Rabbim, sana sig'inib shaytonlarning menga amro bo'lishidan panoh tilayman. Alloh taolo yana mundaq deydi. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turgan. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erisha oladi. Agar shayton seni vasvas qilib yuqori xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tiligin. Alloh haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Shayton deb atilish to'g'risida. Arab tilida shayton degan so'z yiroq bo'ldi degan so'zdan kelib chiqqan. Sababi shuki, u o'zining shaytonlik tabiati bilan insonning tabiatidan yiroqdir va o'zining yomonliklari bilan hamma yaxshilikdan yiroqdir. U o'tdan yaratilganlik uchun ko'yib ketgil oz qoldi. degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarashlarım bor. Ulamolarning ichidan her iki ko'z qarash to'g'ri, lekin avvalgi ko'z qarash kuchliroq deganlar bor. Shuni arablar jindan bo'lsin, insondan bo'lsin, hayvondan bo'lsin, haddidan oshganlarni shayton deb ataydi. Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi. Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana düşman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga düşman qildik. İmam Ahmed Musnad degan kitobida Abu Dar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Abu Dar, sen Alloh taoladan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan panoh tiligin. Ondan men payg'ambar alayhisalomdan insonlardanmi shayton bo'lamdi deb so'rasam, payg'ambar alayhisalom ha shundoq deb javob berdi. İmam Muslim kitabida yana Abu Dar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom ayol kishi, eshak va qora it namozni buzadi dedi. Men ey Allohning payg'ambari, nimishqi qizil va seriq itlar namozni buzmay qora it buzadi deb so'rasam, payg'ambar alayhisalom qora it shaytondir deb javob berdi. Ibn Jarir mundaq deb rivoyat qiladi. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu
qechirig'i mingan edi. Qechir qiyiq etishga boshladi. Umar ibn Xattob qechirni urgan siri qechir texmu qiyiq etib ketdi. Ondan Umar qechiridan tushibla, meni shaytonga mindirib qo'yibsizlar. Men uningdan tushgan vaqtimda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim, dedi. Rajimning ma'nosi to'g'risida. Rajim degan butun yaxshilikdan qo'g'landi qilindi deganlik bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Biz barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tingshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Alloh taolo yana mundaq deydi: Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. Allohning itoatidan chiqqıchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Alloh taolo yana mundaq deydi: Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burujlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetidi. Ya'ni halok qiladi. Yana ozdirg'uchi degan ma'noni bildiradi deydigan ko'z qarashlarimiz bor. Chunki shayton kishilarni o'zining vasvasalari va go'llashlari bilan ozdirdi. Bu ko'z qarashdan oldingi ko'z qarash kuchliroqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Fatihaning 1-oyatidir. Sahabeler Kur'an-ı Kerimni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan edi. Ulamolarning hammasi Bismillahirrohmanirrohimni Sura Namlning bir oyati ekanligi haqida birlikka keldi. Ondan ular Bismillahirrohmanirrohim zodi har bir suraning oldida keladigan öz oldiga ayrim bir oyatmi yoki Bismillahirrohmanirrohim yezilib kelgan har bir suraning bir oyatimi yoki bo'lmasa har bir suraning yerim oyatimi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Sahabelardan Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubayr, Abu Hurayra, Ali radıyallahu anhumlar tabiinlardan Ata, Tauz, Sa'id ibn Jubayr, Mekhul ve Zuhri qatorliqlar Bismillahirrohmanirrohim Tavba surasidan boshqa har bir suraning beshidagi bir oyatdir degan qarashda bo'lib, Abdullah ibn Mubarak, İmam Şafii, Ahmad ibn Hanbal bir rivayetida İshaq ibn Rahiye ve Abu Ubayda Qasim ibn Salam qatorliqlar yuqorqi fikriga qo'shildi. İmam Malik, Abu Hanifa ve ularning agachchilari Bismillahirrohmanirrohim Sura Fatihaning ve uningdan boshqa suralarning bir oyati emas deydi. İmam Davud Bismillahirrohmanirrohim har bir suraning beshida keladigan, lekin mazkur suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deydi. Bu fikir İmam Ahmadning yana bir xil ko'z qarashidir. Qiraat oshkor qilinib o'qilgan namozda Bismillahirrohmanirrohimni oshkori yoki ichida o'qish to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim Sura Fatihaning ichidagi oyat emas degan deguvchilarning va u har bir suraning beshida keladigan, lekin u suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deguvchilar
Bu ko'z qarashiga asosan Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkor o'qilmaydi deydi. Ammo Bismillahirrohmanirrohimni har bir suraning beshidagi bir oyat degichilar uni oshkor o'qish yoki ichida o'qish to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Bularning ichidan Imom Shafiy Bismillahirrohmanirrohim sura Fatiha va uningdan boshqa suralar bilan oshkor o'qiladi dedi. Bu sahabilar, tabiinlar va musulmonlarning salaf va xalaf imomlaridan bo'lib bir turkum olimlarning tutgan yo'lidir. Bismillahirrohmanirrohimni sahabilarning ichidan Abu Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbas va Muaviya radhiyallohu anhum qatorliqlarmu oshkor o'qigan. İbn Abdulbar ve Beyhaqi qatorliqlar Ömer ve Ali radhiyallohu anhumlarning Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qiydiganligini rivoyat qildi. İmam Xatib 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Ömer, Osman ve Ali qatorliqlardan Bismillahirrohmanirrohimni namozda oshkor o'qiganligini rivoyat qildi. Lekin bu ojiz rivoyatdir. Tabiinlardan Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qish qo'shilganlar Said ibn Jubayr, Ikrima, Abu Qalaba ve Zuhri, Ali ibn Hasan, onun balası Muhammad, Said ibn Musayyib, Ata, Taus, Mujahid, Salim, Muhammad ibn Ka'b, Hurayzi, Abu Bakr ibn Muhammad, Amr ibn Hazmi, Abu Vail ibn Sirin, Muhammad ibn Munkadir, Ali ibn Abdullah ibn Abbas, onun oğlu Muhammad ibn Umar'ның azad kılınan quli Nafi, Zayd ibn Aslam, Ömer ibn Abdülaziz, Azraq ibn Qays, Habib ibn Abu Sabit, Abu Sa'i, Mekhul ve Abdullah ibn Ma'qal ibn Maqrin qatorliqlardandir. İmam Beyhaqi, Abdullah ibn Safvan ve Muhammad ibn Hanafiye ibn Abdulbar, Amr ibn Dinarni mezkur isimlarga qo'shib bayon qildi. Ularning dalili Bismillahirrohmanirrohim sura Fatiha'ning bir bo'ligi. Shunga Umar sura Fatiha'ning boshqa bo'laklariga o'xshash oshkor o'qildi. Shunga umu sura Fatiha'ning boshqa bo'laklariga o'xshash oshkor o'qildi. Yana Imom Nasa'iy, Ibn Huzayma, Ibn Hibban ve Hakim qatorliqlar kitoblarida Abu Hurayraning kishilarga namoz o'qib berganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qiganligini va namozdan keyin men sizlarga namozni payg'ambar alayhissalomning namoziga o'xshash o'qib berdim deganligini rivoyat qildi. Bu rivoyatni Imom Doriqutni, Imom Xatib, Imom Beyhaqi ve ulardan boshqalarmi to'g'ri deb qaragan. İmam Buxoriy kitobida Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhissalomning qiroati to'g'riliq so'ralganda uning mundaq javob berganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni so'zib qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab Bismillahirrohmanirrohim lani so'zib o'qiydi. İmam Ahmad, Abu Davud, İbn Huzayma ve Hakimlar kitaplarida Salime radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom qiroat qilgan chaqda Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin deb har bir oyatni üzüp o'qiydi deganligini rivoyat qildi. İmam Shafi'i ve Hakim qatorliqlar Anasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Muaviya Madinada namoz o'qib berib Bismillahirrohmanirrohimni ichida o'qigan edi. Namoz qatnashgan muhojirlar Muaviyaning bu ishini yoqtirmadi.
Şunun bilan Muaviye ikinci qitim namoz o'qiganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qidi. Darqutni bu hadisni to'g'ri dedi. Musha hadis va asarlarning hammasi namozda Bismillahirrohmanirrohimning oshkor o'qilganligini dalillaydi. Olimlarning bir bo'ligi Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkor o'qilmaydi deydigan ko'z qarashga ega. 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali, Abdullah ibn Mughaffal qatorliqlardan tabiinlarning bir turkum salaf ulamolardan va bir turkum xalaf ulamolardan Bismillahirrohmanirrohimni ichida o'qiganligi rivoyat qilindi. Bu Imom Abu Hanifa, Savri va Ahmad ibn Hanbalining tutgan yo'lidir. İmam Malik bo'lsa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim mayli oshkor bo'lsin yoki ichida bo'lsin namozda faqat o'qilmaydi degan ko'z qarashdidir. Bu xil ko'z qarashdikilar İmam Muslimning kitobidagi Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini dalil qildi. Peygamber aleyhisselam namazını tekbir etiş bilen ve elhamdülillahi rabbil aleminni kıraat kılış bilen başlaydı. İmam Bukhari bilen Müslim'nin kitaplarında Anas ibn Malik'nin mundak degenlikini mu delil kılıp keltirdi. Men Peygamber aleyhisselam Abu Bakr, Ömer ve Osmanlı'nın keyinde namaz okudum. Ulanın hemmesi kıraatni elhamdülillahi rabbil alemin bilen başlaydı. İmam Müslim Anas Ula Bismillahirrohmanirrohimni qiraat qilishdan burun yoki qiroatdan keyin o'qimaydi deganti deydi. Abdullah ibn Mughaffalmu yuqoriqidek so'zlarni qilgan. Mana mushular olimlarning masalada o'tirib qo'ygan dalillardir. Bu masalada cho'ng emas. Bu masalada farq cho'ng emas. Chunki her iki tarafning keltirgan dalillarga asosan olimlar Bismillahirrohmanirrohimni oshkora yoki ichida o'qisimi bo'ladi degan fikrda birlikka keldi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Fatiha tafsiridan ikkinchi qismni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sura Fatiha tefsiri 3. kısmından başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndə dextanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sura Fatiha 3. bölükten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim'nin fazileti doğrusida. İmam Ahmed İbn Hanbal kitabıda Peygamber aleyhisselam'ın ulug'ының aqsig'i mengishib mangan bir sahabining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning ulug'i teyilib ketdi. Men shayton halok bo'lsin degan edim. Payg'ambar alayhissalom shayton halok bo'lsin dema. Agar undaq desang shayton texmi cho'ngchilik qilib mening kuchim bilan yiqildi deydi. Agar Allohning ismi bilan Bismillahirrohmanirrohim desang shayton kichiklashga boshlab xuddi chivinchilik bo'lib qoladi degan edi. Allah degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Allah degan bu so'z bütün olamlarning Rabbi bo'lgan zotga xos ismdir. Allah degan bu ism hamma sifatlar bilan sifatlanganligi uchun ismi azam, ya'ni katta ism deb ataladi. Allah degan so'z Allohning başqa ismlarining hammasi bilan sifatlanib keldi. Allah Teala mundaq deydi. Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir.
yani bütün məxluqatның malikidir. Bütün məxluqatның malikidir. Paktur, yani həmmə noqsandan paktur. Müminlərə salametlik bağışlıqçıdır. Dostlarını qorqunuşdan, azabdan əmin qılğıcıdır. Həmmini küzüb turğucudur. Qalibdir, qəhir qılğıcıdır. Uluqluq egisidir. Müşriklarning şirik keltirgan narsalardan pakdir. Allah həmmini yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat shakl beg'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turdi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Shahr 23-24 oyatlar. Yuqorqi oyatlarning hammasi Allohning Allah degan so'zdan boshqa ismlari Allohning ismining sifatlari bo'lib kelgan. Yuqorqi oyatlarning hammasida Allohning Allah degan so'zidan boshqa ismlari Allah degan ismning sifatlari bo'lib kelgan. Alloh taolo mundaq deydi: Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysisini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor. Degin. Namozdingda qiroatni mushriklar anglab qilib sana aziyat yetmasligi uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimagan. Abu Hurayra Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohning 99 ismi bor. Kimiki u ismlarni yodlasa jannatga kiradi. Ar-Rahmanir-Rahim ning ma'nosi to'g'risida. Ar-Rahmanir-Rahim mehri shafqatning cho'nqur ma'nosini bildiradigan ma'nodash ikki ismdir. Rahman degan so'z mehri shafqat jihatda, Rahim degan so'zdan kengri ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarirning so'zicha bu fikrda olimlarning ko'z qarashimi birlik kelgan ekan. Imom Qurtubi shu ikki ismning ma'nodash so'z ekanligining dalili sifatida Imom Tirmizi Abdurrahman ibn Avf va Abdurrahman ibn Avf radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq dedi: Men nihoyatda shafqatli turman. Mehri shafqatni yaratdim. Aranglardagi bu mehr shafqat mening nihoyatda shafqatlik degan ismimdan chiqarilgan bir ismdir. Shafqatni uzib etmay kishilarga shafqat qilib turgan kishiga menmu shafqatimni uzib etmadim. Kishilarga qarata shafqatni uzib etib, shafqat qilmagan kishidan menmu o'z shafqatimni uzib etdim deydi. Bu hadis Rahman bilan Rahimning bir tüp so'zdan tuzilganligiga dalildir. Aynı zamandaki Araplarning Allohning Rahman, ya'ni nihoyatda shafqatli degan ismini inkor qilishi ularning Alloh taoloni va uning loyiq bo'ladigan narsalarni bilmaganligining sababidir. Abu Ali Farisi Allohning Rahman, ya'ni nihoyatda shafqatli degan ismi dunyo va oxiratda mu'min va kofirlarga bo'ladigan hamma shafqatni o'z ichiga olgan Alloh taolaga xos bir ismdir dedi. Allohning Rahim, ya'ni nihoyatda mehribon degan ismi mu'minlarga xos bir ismdir. Allah bu to'g'risida mundaq dedi: Allah mu'minlarga nihoyatda mehribondir. Allah Teala bu ayette mu'min bendilerine qarata özünün nihayeti mihriban degan ismini keltirdi. İbn Abbas Ar-Rahmanir-Rahim nihayeti nazuk iki isimdir. Onun birisi mehribanlık ma'nosini bildirishda, yana birisidan kuchliroqdir dedi. İbn Jarir mundaq dedi: Sirri ibn Yahya Tamimi Osman ibn Zufarning
mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning Rahmanir Rahim degan Ar-Rahman degan ismi mayli mu'min bo'lsin yoki kafir bo'lsin, butkul mahluqotlar umumidir. Ar-Rahim degan ismi mu'min bandalarga xosdir. Tafsirshunoslar shunga Alloh taolo Ar-Rahman degan ismni Qur'onning mavu nihoyatda shafqatlik zot Allah arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi degan oyatlarida keltirdi. Mundaq deyishning sababi Allohning shafqati barliq mahluqotlar umumiy bo'lganligi uchundir. Alloh taolo Ar-Rahim degan ismni Allah mu'minlarga nihoyat mehribondir degan oyatida faqat mu'minlarga xos qilib keltirdi. Allah'ның şəfqəti dünya və axirətdə barlıq məxluqatlara umumi bolğanlıq üçün Allah'ның Rahman degan ismi mehri şəfqət mənasını bildirishdə Allah'ның Ar-Rahim degan sözüdən çoğunraqdır. Lekin tövəndəki duada bu iki isim mehri şəfqət mənasını oxşaş dərəcədə ifadələb gəlgən. Dünya və axirətdə mehri şəfqətlik bolğan zatdan tiləymən. Ar-Rahman degan ism faqat Alloh taologa xos bo'lib, boshqa birisi u ism bilan atalmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo Ar-Rahman degan ismni o'ziga xos qilib keltirdi. Musaylama kazzab payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanda o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamining shafqatchisi deb atib olganda Alloh uningga yolg'onchilikning tonini kiygizdi. Shuning bilan u yolg'onchilik bilan olamga tonilib Musaylama kazzab deb ataldi. Shuningdan iborat bütün Arab xalqi yolg'onchilikqa shuni misol keltiradigan bo'ldi. Musaylama o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamning shafqatchisi deb atib olganda uningga azg'unlikda billi bo'lgan odamlardan boshqasi agashmadi. Alloh taolo Ar-Rahim, ya'ni nihoyat mehribon degan sifati va uningdan boshqa sifatlar bilan boshqalarni sifatlab keltirdi. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq deydi: Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuldi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyat ko'yimchandir. Alloh taolo mundaq deydi: Shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Mana yuqoridagi bu oyatlarda Alloh taolo o'zining mehribon, anglaydigan va ko'radiganga o'xshash sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keldi. Yuqoriqilarni xulosalaganda Allohning ismlarining ichidan Allah o'zidan boshqa birsini atagan ismlar bor. O'zidan boshqa birsini atagan ismlar bor. Masalan, Ar-Rahimga o'xshash va yana Alloh taologa xos atalg'u bo'lib keladigan Alloh, Ar-Rahman, Xoliq va Razzaq degandek ismlari bor. Shunga Alloh taolo Bismillahni Allah
degan ismi bilan boshlab o'zini Ar-Rahman degan sifat bilan, uningdan keyin Ar-Rahim degan sifat bilan sifatlaydi. Ar-Rahman degan sifat bilan burun sifatlanishi u Ar-Rahim degan sifatiga qaraganda Alloh taologa xos bo'lganligi boshqa sifatlardan ulug'roq va mashhurroq bo'lganligi uchundir. Alhamdulillahi Robbil alamin ning ma'nisi to'g'risida Abu Ja'far ibn Jarir mundaq deydi: Alhamdulillah, Alloh taolodan boshqa ibodat qilinadigan yolg'on ilohlarga va Alloh yaratgan mahluqotlarga emas, balki Allohning o'z bandalariga ato qilgan son sanoqsiz ne'matlari uchun faqat Alloh taologa shukr qilishdir. Bu ne'matlar shuningdan iboratki, insonlarga kundalik turmushida har xil rizqlarni berish va mangulik oxirat olamida mangulik rohat o'rni bo'lgan jannatga kirgizadigan to'g'ri yo'lni bizga bildirib, u yo'lda mustahkam minishimizga chaqirish bilan birga insonlarning butun a'zolarini Alloh oldidagi majburiyatlarini ado qilish uchun sog' salomat qilib berganligidandir. Ibn Jarir alhamdulillah Allah o'zini madiylagan bir madhiya so'zidir. Shundaqla Allah bandalariga sizlar Allohga hamd aytinglar degandek bandalarini o'ziga hamd aytishga buyurishidir deydi. Alhamdulillah Allah'ni chiroyli ismlari ve oliy sifatları bilan madhilash. Eş-şükür lillah, yani Allah'a şükür bolsun. Allah'ның bergen nimetleri üçün onu madhilash boludu degan ko'z qarashlarım var. Elhamdülillah, yani Allah Teala'ga madhiya degan söz bilan Allah'a şükür degan sözning farqi to'g'risida inchki mulohaza qilib ko'rsak, Allohga madhiya degan so'z ishlatilish jihatda Alloh taologa shukr degan so'zdan ma'nosi kengrakdir. Chunki madhilash bir narsaning xos sifatlariga va xos bo'lmagan sifatlariga qaratilgan bo'ladi. Shukr etish, ya'ni rahmat etish bir narsaning xos bo'lmagan sifatlariga qaratildi. Masalan, uning botirligi ve sehilikini madhilaymiz. Madhilayman deyiladi. Lekin onun botirligiga rahmat etaman deyilmaydi. Chunki botirlik bo'lsa xos sifatdir. Shunga uning sehiligi ve yaxshilik qilganligiga rahmat etaman deyiladi. Abu Nasri İsmail ibn Hammad Cedhari mundaq deydi: Madhiye kamsitishning qarshisidir. Bir odamning madhiladim deganlik, bir odamni madhiladim deganlik, u odam madhilangichi deganlikdir. U rahmat etmoq degan so'zdan keng ma'nolidir. Chunki rahmat yaxshilik qilgan odamning yaxshiligi uchunla bo'ladi. Salaf olimlarining madhiya to'g'risida qilgan so'zlari. Abu Muammar Hafsning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu Alidan uning yonida bir muncha odamlar bor edi. La ilaha illalloh, Alloh taoladan boshqa hech qanday ibodatga loyiq zot yo'q. Subhanalloh, Allohni hamma kamchilikdan pok deb taniymiz. Ve Allahu akbar, Allah en büyük degan so'zning ma'nolarini bildik. Lekin elhamdülillahning ma'nosi nima deb so'radi. Ali radhiyallohu anhu bu Allah o'zi uchun yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan va uning boshqalar tarafidan deyilishi yaxshi ko'rilgan bir so'zdir deb javob berdi.
İbn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi. Elhamdülillah medhiye sözüdür. Eğer bende elhamdülillah dese Allah benden meni medhiledi deydi. Elhamdülillah degan sözün faziletleri doğrusida. İmam Ahmed Aswad ibn Sar'inin Peygamber aleyhisselam'a mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Allah'ın peygamberi, men senden Rabbimni maqtaydigan bir sözni bana ügütüp qo'yishingni so'rayman degan edim. Peygamber aleyhisselam senin Rabbin hakikaten elhamdülillah deyişini yaxshi ko'rdi dedi. İmam Tirmizi, Nesai ve İbn Maceler Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. En katta zikr la ilahe illallah degan sözdür. En yaxshi dua elhamdülillah, yani Allah'a güzel medhiyle bolsun deyiştir. İbn Mace Anas ibn Malik radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah eğer bendige bir nimet bergen çağda bende elhamdülillah dese, bu sözünü deyiş arkalık Allah Teala'ga qaytırgan şükrisi, Allah Teala'dan algan nimetinden iş bitidi. İbn Mace İbn Ömer radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bendilerinin işinden bir bende, ey Rabbim, senin kattılıqınğa ve kudretinin çoğunluğuna layık medhiye bolsun dese, iki perişte bu medhiye sözünü qandaq yazışını bilenmeydiğin derecede aciz gelip Allah'ın dergahıga örlep, ey Rabbimiz, bir bende qandaq yazışımızını bilenmeydiğin bir medhiye sözünü kıldı deydi. Allah bendisinin degan sözünü bilip tursumu, mening bendem nemi dedi deb so'raydi. O iki perişte, ey Rabbimiz, o bende, ey Rabbim, senin kattılıqınğa, kudretinin çoğunluğuna layık medhiye bolsun dedi deydi. Allah o iki periştege bendemnin sözünü şu peti yizanla onun mükafatını özen bermen deydi. Elhamdülillah deki el, yani elif, lam harfinin hemme medhiyelerini öz içine aladıganlığı doğrusuda. Elhamdülillah deki elif, lam tüvendeki hadiste zikir kılıngan medhiyelerinin hemme türlerini öz içine aladı. Bu hadis, ey Allah, hemme medhiye sana bolsun. Bütün igidarçılık sana xastır. Hemme yaxşılık senin kolundadır ve hemme iş sen tarafga qaytıdı. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Fatiha tefsirinin 3. kısmını anladınlar. Ahirini keyin kıtımlık okuşumuzda davamlaştırırız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sure Fatiha tefsiri 4. kısımdan başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fatiha suresinin 4. kısmından başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Rab degan sözünün ma'nosi to'g'risida. Rab degan söz egi bo'lg'uchi degan ma'noni bildirdi. Bu söz arab tilida xo'jayinga ve ishlarni bartaraf qilishda huquq yurgizuvchiga ishlatildi. Allah Teala'ga mushu ma'nolarning hammasi loyiq keladi. Rab degan söz Allah Teala'dan başka birisiga ishlatilmaydi. Allah Teala'dan başka birisiga ishlatmoqchi bo'lsak,
Rabbuddar, ya'ni qo'roning xo'jayini degandek boshqa bir aniqlovchi so'z bilan qo'shib ishlatildi. Rab degan so'z Allohning buyuk ismlaridandir degan ko'z qarashlarım bor. Alamin degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Alamin bo'lsa, olam degan so'zning ko'pligi. Allohdan boshqa butun mavjudotlarning turi olam bo'ladi. Olamlar degan osmonlardagi, zimindagi va dengiz okeanlardagi hamma mahluqotlar olamlar bo'ladi. Har bir asr va har bir zamondosh kishilarmi bir olam deb ataladi. İmam Farra ve Abu Ubayda mundaq deydi. Olam degan inson, jin, farishtalar ve şeytanlardek aql berilgan narsalardan iboratdir. Hayvonotlar olam deb atalmaydi. Zayd ibn Aslama ve Abu Mahis mundaq deydi. Hamma jonliq narsa olam bo'ladi. Qatada olamlarning Robbi degan oyatdagi olamlar to'g'risida dunyodagi narsalarning har bir turi bir olam deyiladi deydi. Zujaj olam degan Alloh dunyo va oxirat uchun yaratgan hamma narsadir deydi. İmam Qurtubi bu so'zga qo'shiladi. Chunki bu ma'no butun olamni o'z ichiga olg'uchidir. Mushum mazmun to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Mundaq degan. Fir'aun aytdi. Olamlarning Robbi degan nima? Musa aytdi. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning Robbidir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, olam degan alomat degan so'zdan kelib chiqqan. Chunki har bir olam o'zining yaratquchisi va yasag'uvchisi borligini va uning bir ekanligini uqtiradigan bir alomatdir. Ar-Rahmanir-Rahim to'g'risida bu ikki so'zning ma'nosi kelib chiqishi va orasidagi farqlarni yuqorida Bismillahirrohmanirrohim to'g'risida to'xtalganda so'zlab o'tgan edik. İmam Qurtubi mundaq deydi. Alloh olamlarning Robbi degan so'zdan keyin o'zini nihoyat shafqatlik va mehribon degan so'z bilan sifatladi. Sababi Allohning tuvandagi oyatlaridek qo'rqitgandan keyinla rag'batlantirish uchundir. Alloh taolo mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limi mag'firat qilguvchiman. Men to'limi mag'firat qilguvchiman, nihoyat rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Alloh taolo mundaq deydi. Rabbing osiylik qilguvchilardan albatta tiz hisob olg'uchidir. İtaat qilguvchilarni albatta mag'firat qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Robbil alamin deki Rob degan so'z bandalarni qo'rqitishni o'z ichiga olgan so'zdir. Allohning Rahmanir-Rahim degan so'zi bandalarni o'zining mehribon, shafqat egisi ekanligi bilan rag'batlantirish uchundir. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'min banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning jannatiga kirishni tama qilmaydi. Kafir Allohning qanchalik rahmatining borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning rahmatidan umid uzmaydi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'min banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning jannatiga kirishni tama qilmaydi. Tama qilolmaydi. Mu'min banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi
uning jannatiga kirishni ta'ma qila olmaydi. Kafir Allohning qanchalik rahmatining borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning rahmatidan umid uzmaydi. Qiyomat kunining egisidir degan oyatda egi bo'lishni qiyomat kuniga xos qilishning sababi to'g'risida. Qiyomat kuniga egi bo'lg'uchi deganlik boshqasiga egi bo'lmaydi deganlik emas. Chunki biz yuqorida Alloh taoloni hamma olamlarning Robbi deb o'tdik. Alloh taolaning bu Roblik sifati dunyo va oxiratga o'rtaqdir. Bu yerda egidorchilikning qiyomat kuniga xos bo'lib kelishi, qiyomat kunida Allohning ruxsatisiz hech qanday odam bir narsani da'vo qila olmaydiganligi va hech qanday so'z qilishga petina olmaydiganligi uchundir. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq deydi. Jibril va farishtalar sap-sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech birining so'z qilishiga bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besiqidi. Pichirlashgandan boshqani anglay olmaysan." Alloh taolo mundaq deydi: "Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi." Zahhak ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kunining egisi degan oyatning ma'nosi, bir odam dunyoda hukm qilishga ega bo'la olsa-mu, qiyomat kuni Allohning oldida hukm qilishga ega bo'la olmaydi deganlikdir. Yawmiddin degan oyatning ma'nosi to'g'risida. Yawmiddin degan kishilardan hisob oladigan kundir. U qiyomat kunidir. Ya'ni kishilar dunyoda qilgan amallari yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot bilan, yomon bo'lsa, Alloh kechirib o'tgandan kishidan boshqasi jazolanadigan kundir. Sahobalar, tabiinlar va salaf olimlari bu oyatning ma'nosi to'g'risida shundaq dedi. Alloh haqiqiy podshoh va podshohlarning podshohidir. Alloh haqiqiy podshohdir. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq deydi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni bütün mahluqotning malikidir. Pakdir, ya'ni hamma nuqsondan pakdir. Mu'minlarga salomatlik bag'ishlovchidir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kim o'ziga podshohlarning podshohi deb ism qo'llangan bo'lsa, u ism Allohning oldida eng xor ismdir. Allohdan boshqa haqiqiy podshoh yo'qdir. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh zaminni yig'idi. Osmonni o'ng qo'li bilan qatlaydi. Ondan men haqiqiy podshoh, qani zaminning podshohlari, qani zolimlar, qani akavur cho'ngchilar deb nido qildi. Alloh taolo qiyomat kuni mundaq deydi: Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Dunyoda Alloh taolodan boshqasini podshoh deb ataganlik uning ko'chma ma'nosini qo'llanganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Yana Alloh taolo mundaq deydi: Alloh o'z vaqtida ichinglardan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi.
Yevmiddinning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan jazo va hisob kuni degan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini beradi. Hadisda mundaq deyildi. Hadisda mundaq deyilgan. Yaxshi kishi o'zidan hisob elinadigan oxirat uchun ishlagan kishidir. Yaxshi kishi o'zidan hisob elinadigan oxirat uchun ishlagan kishidir. Umar radhiyallohu anhu bu haqda mundaq deydi. Sizlardan hisob elinishdan burun o'zanglar hisob elinglar. Sizlar o'lchinishdan burun o'zanglarni o'lchanglar. Sizlarning har qanday bir ishinglar maxfiy bo'lib qolmaydigan zotga dahshatlik bir uchirish uchun tayyorlik qilinglar. Alloh taolo mundaq deydi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yo'shirib qola olmaysizlar. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatning lug'at ma'nosi va istiloh ma'nosi to'g'risida. Arab tilida ibodat degan so'z bo'ysunish degan ma'noni bildirdi. Shariatda Allohni haqiqiy yaxshi ko'rish, uningga bo'ysunish va uningdan haqiqiy qo'rqishni ibodat deb ataydi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deganlik Alloh taologa to'liq bo'ysunishdir. Islom dinining butun ahkomi mushu ikki so'z bilan mujassamlashgan. Bu to'g'risida salaf olimlarining ba'zisi Fatiha surasi Qur'onning siridir. Fatihaning siri Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan oyatidir. Birinchidan Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan shirik ishlardan saqlanib Alloh taoloning bir ekanligini e'tirof qilishdir. Ikkinchidan sendan yordam so'raymiz degan o'zining ojizligini e'tirof qilib o'zini Alloh taologa topshirishdir deydi. Tövendeki oyatlarmi shu ma'noni tasdiqlaydi. Alloh taolo mundaq deydi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Ya'ni Alloh taolo mundaq deydi. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Alloh taolo yana mundaq deydi. U mashriqning va mag'ribning Robbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan. Ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Sura Fatihaning 5dan tortib toki Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan oyatga qadar 3-shaxsga xitob qilinib, 3-shaxsga xitob qilgan shaklda davomlashib, Allohga madhiya etish orqali go'yoki u Alloh taolaning oldida Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deb ikkinchi shaxs sifatida jumlaning qaratmaligini o'zgartirdi. Sura Fatiha Alloh taolaga bo'lgan madhiyadir. Shuni uni namozda o'qishning vojib ekanligi to'g'risida. Allah Sura Fatihaning 5da özünü özü chiroyli sifatlari bilan maqtaganligini bildirib, bandalarini shu sifatlar bilan o'zini maqtashga tavsiya qildi. Shunga bu so'zini o'qiy oladigan turib, bu surani o'qiy oladigan turib,
namozda bu surani o'qimagan odamning namozi durust bo'lmaydi. Ubada ibn Samit radiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onning boshlanishi bo'lgan Fatihani o'qimagan odamning namozi namoz emas. İmam Muslim Abu Hurayra radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah men namozni men bilan mening bandamning o'rtasida ikkiga bo'ldim. Bandam tiliginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bandam menga hamd aytdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bandam menga sana etdi deydi. Agar banda Maliki Yawmiddin desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning turg'izilganligidandir. Bandam tiliginiga erishidi deydi. Agar banda ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin desa, Allah bu bandam uchun bo'lib, bandam tiliginiga erishidi deydi. İmam Muslim va Nasai'ning yana bir rivoyatida mundaq rivoyat qilingan. Bu namozning yerimi menga, yerimi bandamga bo'lib, bandam tiliginiga erishidi. Allah'ның uluhiyet sübtini bir deb tonish to'g'risida. Zahhak ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyat bo'lsa, ey Rabbim, biz seni bir deb toniymiz. Sendan qo'rqamiz. Sening rahmatingni umid qilamiz deganlik bo'ladi. Allah'ның rububiyet sübtini bir deb tonish to'g'risida. Sendan yordam so'raymiz degan oyat Allah Taala bizni sana bo'ysunishga muvaffaqiyat qilishingni va bizning barliq ishlarimizga yordam berishingni tilaymiz deganlikdir. Qatada Allah Taala'nın Rabbimiz sana ibadet qilamiz degan oyatida ibodatni faqat Allohga xos qilishga va ishlarda Allohdanla yordam so'rashga buyurdi dedi. Allah Rabbimiz sana ibadet qilamiz degan oyatini sendan yordam so'raymiz degan oyatidan burun keltirdi. Chunki asli maqsad Allah Taala ibadet qilishdir. Allah Taala'dan yordam so'rash ibadet qilishga vosita bo'lganligi uchundir. Shunga asli bo'lgan ibadet vosita bo'lgan yordamdan ilgari keltirildi. Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ni en şerefli orunlarda bendem deb ataganlık doğrusida. Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ni en şerefli orunlarda bendem deb atab mundaq deydi. Cemi hamd sana Allah'a xasdır ki Allah bendisi yani Peygamberi Muhammed Aleyhisselam ge to'g'ri hech qanday qing'irliq yani ixtilof ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Allah Teala yani mundaq deydi. Allah'ның bendisi yani Muhammed Aleyhisselam Allah'a ibadet qilishga turganda Qur'on tanışash uchun jinlar o'lishib uni beso'ylashga tas qoladi. Allah Teala yani mundaq deydi. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammed Aleyhisselamga kudretimizning dalillerini ko'rsatish uchun bendisini yani Muhammed Aleyhisselamni bir kechida Masjidi Haromdan atrofini bereketli qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Allah Muhammed Aleyhisselamga Qur'onni tushirgan. Allah Teala ibadet qilayotgan ve Allah İsra
qildırğan, Allah Taalaga ibadet qılıvatqan ve Allah isra qildırğan 3 orunda Muhammed Aleyhisselam'ni bendem deb atagan. Adem sıkılış his qilganda ibadet qilishga tavsiya qilinganlik to'g'risida. Allah Peygamber Aleyhisselam'ni onunla qarşı turgan kafirlarning böhtanlaridan dili sıkılıp ketganda Allah Teala'ga ibadet qilishga buyurup mundaq dedi. Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Rabbinge hamdu ve tasbih etqin. Hem secde qilguvchilardan bo'lgan. Sen o'zingga ölüm kelganda, yani ajiling yetganga qadar Rabbinge ibadet qilgin. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Fatiha tefsirinden 4. bölümünü okuduk. Ahirini keyin qıtımlıq oquşumuz davamlaştırımız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sure Fatiha tefsiri 5. kısımdan başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fatiha suresinin 5. kısmından başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyatni Alloh taoloni madhilab va sifatlab bo'lgandan keyin keltirishning hikmati to'g'risida. Hamma hojatlar so'riladigan Allohni sura Fatihaning 5ida madhilagandan keyin namozni 2 bo'lakka bo'ldim. Uning bir bo'ligi menga, yana bir bo'ligi bandamga. Bandamga tilginini berildi. Degendek hacetlerimizni muşu orunda soruşumuz tamamen uygundur. Oldu bilen özünün tileklerini tileydiğen zatını medhilep, ondan özünün ve mümin kırındaşlarının tileklerini Allah'ın bizni doğru yolga başlagın degen ayeti bilen tileş, tili gücünün en muvafık soludur. Çünkü şunda qilish Allah'ın hacetlerimizni anlap, tileklerimizni icabet qilishig'a en yakındır. Şuna hacetlerimizni tilegende muş yolunu tutuşumuzni mehriban Allah bizga ko'rsatdi. Allah Teala'dan tilek tileş bir neçe xil ravishda bo'ldi. Musa aleyhisselam Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan oqsig'i burilib, bir daraxtning soyasiga berib, o'ltirib, Rabbim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. Degan oyatida tiligandek, tiliguvchining ahvoli va uning ehtiyojiga o'tirg'a bevosita qo'yildi. Ba'zi tiliguvchining ahvol va uning ehtiyojini uqtirish bilan birga Yunus alayhisalomning Alloh taolaning Rabbim, senden bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb nido qildi. Degan oyatda tilga elingan bir narsa tilinadigan zotni yaxshi sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin tilguchi o'zining ahvolini bayon qilib qo'ydi. Biz tilikini icabet qiladigan kishini maqtash bilanla ifodalandi. Hidayet to'g'ri yo'l degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Hidayet degan to'g'ri yo'lga boshlash deganlik bo'ladi. İmam Abu Ja'far ibn Jarir to'g'ri yo'lning ma'nosi to'g'risida mundaq deydi. Bütün alimlar bu sözün ma'nosi bo'lsa, egri to'qi yo'q, tüp düz yo'l degan ko'z qarashda birlik keldi ve
Arablarning hammasi to'g'ri yo'lni mush ma'noda ishlatib keldi. Jarir ibn Atiya Xatafi o'zining tuvandagi she'ridimi mushu ma'noni ishlatib keldi. Boshqa yo'llar gar bo'lsa-mu agri to'qay, mu'minning boshliqi tuz mang'ar qaymay. Buningdan boshqa to'g'ri yo'lning tuz yo'l ma'nosida keladiganligiga oid dalillarmi nihoyat ko'p. Aslida to'g'ri yo'l tuz ma'noda ishlatildi. Lekin arablar tuz yoki agri degan sifatlar bilan sifatlanadigan har qanday so'z va ish harakat uchun ishlatilib keldi. Bu yerda to'g'ri yo'l degan so'zdan islom dini ko'z tutildi. Bu to'g'risida Imom Ahmad ibn Sam'andan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo to'g'ri yo'l uchun mundaq misol keltirdi. Bir yo'lning ikki chetida ikki tom bor. Her ikki tomda ochilib turgan eshiklar bor. Eshiklarda qo'yib etilgan pardalar bor. Yo'lga kiradigan eshik oldida ikki kishilar. Yo'lga kiradigan eshik oldida ey kishilar, hammanglar yo'lga kiringlar, yo'lda tuzmanglar, izib qiyib ketmanglar deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. İnsan yo'lning atrofidagi eshiklardan birarini ochqili tamshalganda yo'lning usti tarafidan uval sana onu aşma. Eğer içip kalsan onunla kirip gitsen deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. Bu yerdeki yol İslam dinini, ikki tam bolsa Allah'ın kanunlarını, açılgan iş bolsa Allah'ın çekligen işlerini, yolunun beşideki jakarchi bolsa Allah'ın kitabı Kur'an'ını, yolunun üstüdeki jakarchi bolsa her bir musulmanның dilideki Allah'ın nasihat qilg'uchisini ko'rsatdi. Mu'minning to'g'ri yo'lda turib, to'g'ri yo'lni tilish to'g'risida. Alloh taolaga ishongan odam har vaqt namozda bo'lamdi yoki namozning sirtida bo'lamdi. Gerçi o to'g'ri yo'lda tursa-mu, yanala Alloh taoladan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni so'rash ortiqcha bo'lib qolganlikmi? Yo'q, undaq emas. Her vaqt Alloh taoladan to'g'ri yo'lga boshlashni so'raganlik hargizmi ortiqcha emas. Alloh taolaga ishongan odam Alloh taoladan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni kech kunduz tilab turmagan bo'lsa, Allah onu şu to'g'ri yo'lga boshlamagan bo'ladi. Bende Alloh taolaning uni to'g'ri yo'lda ching turg'izishiga va davomli shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishiga doim muhtojdir. Chunki bende Allah xohlagandan boshqa hech qanday foyda ziyonni keltira olmaydi. Shunga Allah bendini har vaqt o'zidan yordam tilashga buyurdi. Allah özüdün bir narsa tilashga muvaffaq qilgan kishi baxtli kishidir. Chunki Allah özüdün bir narsa tiliguchining tiligini ijobat qilishga kepildir. Bo'libmi uningga kech kunduz muhtoj kishining duosini ijobat qilishga eng yaxshi kepildir. Alloh taolo mundaq deydi: Ey mu'minlar, Allah'a, Allah'ın peygamberge ve Allah onunla nazil kılgan kitapga, yani Kur'an'a ve ilgiri Allah nazil kılgan kitaplara, yani Kur'an'dan ilgiri nazil kılgan samavi kitaplara iman keltirinler. Allah Teala bu ayette müminlerini qayta iman keltirishga buyurdu. Bu hergizmi ortiqcha emas. Çünkü buningdan mu'min bandaning shu imonida ching turish va imonini kuchlantiradigan yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirish ko'zda tutildi. Alloh o'ziga ishongan mu'minlarni tuvandagi duoni o'qishga buyurdi. Rabbimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan buyurib etmagin.
bizga dargohingdan rahmat beg'ishlag'in. Shubhisizki sen bendillaringa atalarni bekmi beg'ishlag'uchisan. Şunlaşqa Allah Taala'nın bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in degan so'zning ma'nisi mu bizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsang, xato yo'llardan saqlasang deganlikdir. Allah Taala mundaq deydi: kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazil Allah tarafidandir. Allah fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ya'ni sen in'am qilgan kishilar to'g'ri yo'lda Allah Taologa ibodat qilishcha ching turadigan, Allah va uning payg'ambariga bo'ysunadigan, Allah Taoloning buyruqlari bo'yicha ish qiladigan va to'sqan ishlaridan yanadigan kishilardir. To'g'ri yo'l Allohning g'azabiga uchrab ketganlarning yo'li emas. Allohning g'azabiga uchraganlar bo'lsa, to'g'ri aqidadan yenib, haqiqatni bilib turib, uningdan chatnab ketgan kishilardir. To'g'ri yo'l ezib ketganlarning yo'li emas. Ezib ketganlarning yo'li bo'lsa, ozg'unlik qaynamlarida ezib haqiqatni topolmagan kishilardir. Allah ularning veladdallin degan so'zi, Allah Taolaning veladdallin degan so'zi la harfi bilan kuchlantirildi. Bunda kuchlantirishlik sabab Yahudilar Allohning g'azabiga uchrab ketganlar va xristianlar Allohning to'g'ri yo'ldan izib ketganlarning yo'lidan iborat ikki xato yo'lni kishilarga bildirish va uningdan ogohlantirish uchundir. Allohning borligi va birligiga ishongan kishilarning mangan yo'li haqiqatni bilish va uningga amal qilish bilan bo'ladi. Allohning borligi va birligiga ishongan kishilarning mangan yo'li haqiqatni bilish va uningga amal qilish bilan bo'ladi. Yahudilar haqiqatga amal qilmadi. Xristianlar haqiqatni yo'qotib qo'ydi. Shunga Allohning g'azabi Yahudilarga to'g'ri yo'ldan izib ketish xristianlarga tegishli bo'ldi. Shunga Allohning g'azabi Yahudilarga to'g'ri yo'ldan izib ketish xristianlarga tegishli bo'ldi. Chunki haqiqatni tonib uningga amal qilmagan odam g'azabga uchraydi. Undaq kishi haqiqatni tonimagan va amal qilmagan kishiga o'xshamaydi. Xristianlar haqiqatga yetishni izlagan bo'lsa-mu, lekin ular haqiqatni o'zining yo'li bilan izlamaganligi uchun haqiqatni topolmay to'g'ri yo'ldan izib ketdi. Yahudilar va xristianlar har ikkilisi izib ketkichi va Allohning g'azabiga uchrag'uchilardir. Lekin Yahudilarning xos sifati Allohning g'azabiga uchrashdir. Allah Taala Yahudilar to'g'risida mundaq deydi: u shundaq kishilarning jazosiki Allah ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Xristianlarning xos sifati to'g'ri yo'ldan izib ketishdir. Allah Taala xristianlar to'g'risida mundaq dedi: ilgari o'zlari ozg'an nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar. Yahudilarning Allohning g'azabiga uchrab ketgan va xristianlarning to'g'ri yo'ldan izib ketganligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Tövende buning ba'zilarini bayon qilib o'tamiz. İmam Ahmad Adi ibn Hatem radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Peygamber aleyhisselamның atlı qo'shinlari kelib, hamma acham va shu yerdagi kishilarni tutib ketdi. Ularni Peygamber aleyhisselamның oldiga elib berib, qator turg'izgan chaqda hamma acham: "Ey Allohning payg'ambari, mening amroyim yiroqlab ketdi. Men balamdan ayrilib qoldim. Men yashinib qolgan qari ayolman. Mening qo'limdan hech ish kelmaydi. Menga yaxshilik qilgan bo'lsang, Alloh senga yaxshilik qilg'ay", debdi. Peygamber aleyhisselam: "Sening amroying kim?" deb so'rabdi. U: "Adi ibn Hatam", debdi. Peygamber aleyhisselam: "Allah ve onun peygamberinden kaçkan heylik kishi shumi?" deb uningga yaxshilik qilibdi. Ya'ni qo'yib bermoqchi bo'libdi. Shu chaqda Peygamber aleyhisselamning qishida bir odam bor ekan. Hamma acham uni Ali deb gumon qiladi ekan. U kishi hamma achamga: "Peygamber aleyhisselamdan meni diganga bir uloq so'rang", debdi. Hamma acham uloq so'rabdi ekan, Peygamber aleyhisselam bir uloq buyurib beribdi. Shuning bilan hamma acham mening qishimga kelib: "Sen menga dadan qilib bakmagan bir ishni qilding. Uning qishiga palani bağan idi. Uningdan yaxshilikka erishdi", dedi. Ondan men Peygamber aleyhisselamning yiniga keldim. Peygamber aleyhisselamning yinida bir ayol ve kichik bolalar bor edi. Ularni Peygamber aleyhisselam bilan tuqqanchiligi bor edi. Ularning Peygamber aleyhisselam bilan tuqqanchiligi bor edi. Men Peygamber aleyhisselamning padişah Kisra ve Kaysarga o'xshamaydiganligini his qildim. Peygamber aleyhisselam: "Ey Adi, la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yok deyişinden seni nemi to'sdi? Allah Teala'dan başka ilah var mı? Allahu Ekber, yani Allah hammadan büyük deyişinden seni nemi to'sdi? Allah'tan büyük narsa var mı?" deb so'radi. Adi ibn Hatem: "Men İslam dinine kirdim ve Peygamber aleyhisselamның chiroyidan uning xursand bo'lganligini ko'rdim", dedi. Peygamber aleyhisselam: "Allah'ның g'azabiga uchrab ketganlar Yahudilardir. To'g'ri yo'ldan izib ketganlar Hristiyanlardir", dedi. Zayd ibn Amr ibn Nafil'dan mundaq rivoyat qilindi. U ve onun bir turkum hamrohlari haq dinni izlab Sham diyoriga borgan edi. Sham diyoriga borgan chaqda uningga Yahudilar: "Sen Allohning g'azabiga uchramaguncha Yahudi diniga kirolmaysan", dedi. U: "Men Allohning g'azabidan bek qochaman", dedi. Uningga Hristiyanlar: "Sen Allohning yomon ko'rishiga uchramaguncha Hristiyan diniga kirolmaysan", dedi. U: "Men u dinga kirmayman", deb ularning talabini rad qilib, o'zining butqa cho'qinish va mushriklarning e'tiqodlaridan yiroqlashdi. Ammo uning hamrohlari Hristiyan diniga kirdi. Chunki ular shu vaqtda Hristiyan dinini Yahudi diniga qaraganda haqiqatga yaqin ko'rgan edi. Hristiyan bo'lganlarning ichida Varaqa ibn Nawfal bor edi. Neticede Muhammed aleyhisselam peygamber bo'lgandan keyin Allah onu hidayet qildi. U Allah'ның tushirgan vahiysiga iymon keltirdi. Sura Fatiha o'z ichiga olgan mazmunlar to'g'risida 7 oyatdan tarkib topgan bu ulug' sura Allah'ның katta sifatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Allah'ның güzel isimlerini atash bilan Allah'ını medhilash, ulug'lash ve kıyamet gününü eslitish bilan birga Allah bendelerinin hacetlerini fakat özüdünle tilashga, Allah Teala'ga yilinishga, özünün akli ve cismani güç kuvvetiga körenlep ketmey, acizlikini Allah'ның aldıda itiraf qilishga, ibadetni onunla halis qilishga, onun uluhiyet sübtini bir deb tonishga, onun şirki yoki o'xshishi bo'lib qilishidan onu pak deb bilib, qiyomat kunida payg'ambarlar va payg'ambarlarning ergashuvchilari, shahidlar, taqvodor kishilar bilan jannatlarda birga bo'lishga yetkazadigan to'g'ri dinga boshlab qo'yishni o'tinib,
so'rash qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Shundaqla qiyomat kunida yaxshi ish qilgan odamlar bilan birga bo'lish uchun yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirishni Yahudi va xristianlardan iborat ozg'unlik yo'lida mangan kishilar bilan qiyomat kuni birga bo'lib qolmaslik uchun yomon yo'llardan ogohlantirishni o'z ichiga oladi. An'amta degan so'zda sen in'om qilding deb in'om qilishni Alloh taolo xos qilish. Valaddallin degan so'zda ozdirib etishni Alloh taologa xos qilmaslik va qadariyachilarga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo sen in'om qilganlarning yo'liga boshlig'in degan oyatida in'om qilishni o'ziga xos qilish va yahudiylarga g'azab qilgan zot Alloh bo'lsa-mu, g'azabga uchrab ketganlarning degan oyatida o'zining g'azab qilganligini keltirmay, g'azabga uchrab ketganlar deb so'zni egisiz keltirganligi nima degan yuksak mohirlik ha? Allohning yahudiylarga g'azab qilganligining dalili shuki, Allohning g'azabiga uchragan qavmni ularning do'st tutganligini ko'rmadingmi? Shuningdek, haqiqatan xristianlarni ozdirib o'tgan zot Alloh bo'lsa-mu, ezib ketganligini ularga xos qilib, ezib ketganlar deb bayon qilishimi Allohning oyatlarining ma'nosini yuksak mohirlik bilan bayon qilguvchi ekanligining yana bir isbotidir. To'g'ri yo'lga boshlash yoki uningdan ozdirib o'tish Alloh taolaning qo'lida ekanligining dalili tövendeki oyatlardir. Alloh taolo mundaq deydi: kimniki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatkichi do'stini hargiz topolmaysan. Alloh taolo yana mundaq deydi: Alloh ozdirgan kishini hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Alloh ularni gumrohliklarda qo'yib berdi-ki, ular tingirqab yurdi. Bu oyat va uningdan boshqa oyatlarda Allohning to'g'ri yo'lga boshlig'uchi yoki uningdan ozdirg'uchi zot ekanligini bildirdi. Shunlashqa bu yerda qadariyachilar firqasining hamma insonlar to'g'ri yo'lni yoki ozg'unlik yo'lini o'zi tanlaydi. Yaxshi yo'lni yoki yomon yo'lni tanlash insonlarning xohishidir. Bu hargizmi Alloh tarafidan bo'lmaydi degan xato aqidasilik emas. Bu firqadagilar o'zlarining bu xato aqidasiga Qur'onning ichidagi ko'p xil ma'nolarni berish ehtimolligi bo'lgan mutashabih oyatlarni dalil keltirdi. O'zlari uchun raddiya berilgan ochiq oyatlarni qo'yib qo'ydi. Haqiqatni izlamaydigan ozg'un odamlarga mushundaq qildi. Haqiqatni izlamaydigan ozg'un odamlarla mushundaq qildi. Hadisda mundaq deyilgan: sizlar Qur'onning ichidagi ko'p xil ma'nolarni berish ehtimolligi bo'lgan oyatlarga eslib olgan odamlarni ko'rsizlar. Ular Alloh taoloning tuvandagi oyatida ularning dillarida kasal bor deb atalgan odamlardir. Sizlar ulardan hazar aylanglar. Alloh taolo mundaq deydi: dillarida agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash ve öz ra'yi boyunca ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni öz nafs xohishi boyunca tushundirdi. Alloh taologa shukr. Qur'onda haqiqatdan cheknigan kishi Alloh taologa shukr. Qur'onda haqiqatdan chetnigan kishilar izlaydigan dalil paketlar yo'q. Chunki Qur'on haq bilan botilni, to'g'ri yo'l bilan ozg'unlik yo'lini ayirish uchun tushirilgan. Qur'onda bir-biriga zid keladigan oyatlarmi yo'q. Chunki u hamma ishni hikmat bilan qilguvchi, barliq mavjudotlar tarafidan madhiya o'qiladigan Alloh tarafidan tushirilgandir.
Sura Fatiha o'qilib bo'lganda amin deyish to'g'risida. Sura Fatihani o'zi o'qimay, boshqalarning o'qiganini anglagan kishining Fatihaning oxirida amin deyishi mustahabdir. Amin deganning ma'nosi tilak maqsadlarimizni ijobat qilgin deganlikdir. Fatihaning oxirida amin deyishning mustahab ekanligining dalili Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlarning Vail ibn Hajardan rivoyat qilgan hadisdir. U mundaq deydi. U mundaq dedi. Men Payg'ambar alayhisalomning g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin ni o'qib bo'lib, so'zib amin deganligini angladim. Yana bir hadisda amin deganda ovozini yuqori ko'tarib dedi deyilgan. Abu Hurayra Payg'ambar alayhisalom g'ayril mag'dubi alayhim valaddallinni o'qisa, birinchi sabti Payg'ambar alayhisalomning yenidagi kishi anglag'idek qilib aminni unlik deydi. Amin degan ovoz bilan masjid titrab ketadi deganlarmi bor. Bilal radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, aminni mendan burun davolmagan" deganligimi rivoyat qilingan. Bilal radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, aminni mendan burun davolmagan" deganligimi rivoyat qilingan. Abu Nasril Qushayri Hasan va Ja'far Sodiq qatorliqlarning amin deganda so'z ichidagi mimni ikki qitim o'qiganligini dalil keltirdi. Namozning sirtidagi odamlarga aminni deyish mustahabdir. Namoz o'qigan kishiga u kishi mayli yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin yoki imom bo'lsin va yoki imomga iqtido qilib namoz o'qigan bo'lsin, amin deyish sunnatdir. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilgan tuvendagi hadisdir. Imom amin desa, sizlarmi amin denglar. Bir kishining amin deganligi farishtalarning amin deganligiga udul kelsa, u kishining ilgari qilgan gunohlari kechirildi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Imom Muslim Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biringlar namozda amin desa, farishtalar osmonda amin desa, ikkisining birining amin deganligi, yana birining amin deganligi udul kelsa, amin deganlik bilan u kishining ilgari qilgan gunohlari kechirildi. Uning amin deganligi farishtalarning amin deganligi udul kelsa deganlik, amin degan vaqt udul yoki ijobat qilinishda va yoki ixlos bilan deyishda udul kelsa deganlikdir. Imom Muslim kitobida Abu Musaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Imom valaddallin desa, sizlar amin denglar. Allah sizlarning tilinglarni ijobat qiladi. Imom Tirmiziy amin deganning ma'nosi bizning umidimizni yerda qo'ymasang deganlik bo'ladi deydi. Shundaqla ko'p sondagi olimlar uning ma'nosini ey Alloh bizning tilak maqsadlarimizni ijobat qilgin deganlik bo'ladi deydi. Alloh taolaning marhamati bilan sura Fatihaning tafsiri tugadi. Alloh shukrlar bo'lsin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Kelar qitimda sura Baqaraning 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.